Ani sherigim uylanayotganda endi sovchilikka yurishadi, so'rashdi. O'g'lingiz nima ish qiladi desa, programmist degan endi oyisi aytganlar. Ha, o'g'lingiz Malikada telefon sotadimi deyishganda, endi u paytda u 5-10 yillik istoriya shunaqa bo'lgan. Yo, Malikada ishlamaydi. O'sha paytda sherigim Abdulloh Maytaksida ishlagan. O'g'lim Maytaksida programmist desa, voy, kechirasiz, biz taksiga beradigan qizimiz yo'q. Men o'zim boshida boshlaganda dizayner bo'lib boshlaganman-da. Dizayner deganda ani UI UX dizayner bo'lib. Bir kun adam keldilar, aytdilar, o'g'lim endi bo'ldi uje, ana bunaqa yururmagin, sal erkak ish qiladigan ish qilgin. Nima u dizayner kim o'zi? Nima ish hal qilasan o'zi? Ishxonang ham jinnimi? Ani senga oyma-oy oyligingni to'laveryapti. Men o'z boshida ishga kirganingda 2 oyda bo'shatib yuborishsa kerak deb o'yladim. Dodamga vobshe yetmaganman. Dizaynerligimni aytganimda, ani nima sen ani xezalimisan, ani pardachimisan, mana shunaqa derdilar-da. Realni u paytda UI UX degan so'z bo'lmaganda. Men hazil bilan tasavvur qiling, siz boshqaga aytyapsiz, men dizaynerman desa, kiyim tikasanmi deydi.